Mana o'sha Volga daryosi. Burada kema bor ekan. Erta portga kirganda kemani ichiga ham kirishga harakat qilaman agar ruxsat berishsa. Если разрешили, я вам покажу. Если не разрешили, потом проблема будет. Mana. Orqada qayiq turibdi. Kema deydimi, qayiqmi, paraxodmi yuk bilan turibdi. 2-3 kundan beri. Qachon o'sha nima port ochiladi, radishini beradi, keyin Rossiya hududiga kiradi. Bu o'sha port bilan chegaralangan Volga daryosining chegara hududi hisoblanadi. Mana. Bular dam oladigan, ribalka qiladigan, mana shu yerga kelib baliq tutib, dam olib, oilaviy kelib dam oladigan joy mana. Shu yerga kelish uchun men bunda o'ylab qarasa, qandaydir bir Rossiyaga borib Volga daryosini ko'rib kelganman. Ishonish qiyin. Mana harakat qilsa Alloh hamma narsaga yetkazadi. Mana. Shunaqa do'stlarim.